kitobxonlar, kitobsevar do'stlar. Bizning bugungi roligimizdan maqsadimiz ajdodlarimizdan qolgan buyuk meroslar bo'lgan kitoblarimiz hamisha kitobxonlar nazaridan chetda qolmaydi. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oq qush, oq kabutar, dunyolardan bexabar. Yovuzlik topmay xabar, bolaga kitob bering. Egri yo'lga kirmasdan, otadan yuz burmasdan, kimdir pichoq bermasdan, bolaga kitob bering. Lisonu tayirlarim, yurakka sayrlarim, avliyo zot nurlarim, bolaga kitob bering. Ko'zlarni ochish kerak, g'aflatdan qochish kerak, qanot chiqarish kerak, bolaga kitob bering. Deysiz, pul yig'ish kerak, oltin u kumush kerak, Xudodan qo'rqish kerak, bolaga kitob bering. Polapon u, jayron u, kichik Abu Rayhon u, sizga qarab hayron u, bolaga kitob bering. Buxoriy sarbarim u, Termiziy anvarim u, Mahmud zamaxsharim u, bolaga kitob bering. Kitobga o'ch bo'lsin u, yengilmas kuch bo'lsin u, keskir qilich bo'lsin u, bolaga kitob bering. Yoningizga kelsin u, Navoiyni bilsin u, baxtli bola bo'lsin u, bolaga kitob bering. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar. Shoshmanglar, sizni o'qiydigan hali kitobxonlar juda ko'p. Tez orqangizga qayting. Qani kitoblarim bag'rimga kelingchi. Qani kitoblarim o'z joyingizga yuring. Sizlarni kutubxonamizda hamma kitobxonlarimiz o'qish uchun tayyorgarlik ko'rib kutib turishibdi. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oq qush, oq kabutar, dunyolardan Biz